Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana yana bir navbatdagi laboyimizga tentlarni qoplash jarayonidamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu akamiz ko'proq mol toshish bilan shug'ullanar ekan, mana shu holatda qilib beryapmiz. Bu tepasini ochib, misol uchun bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerdan mol baylaydigan joylari bor ekan. Ichkariga chiqib bilmasdan o'zi bemalol pastda turgan holatda bemalol baylab mahkamlab qo'ysa bo'lar ekan. Mana bu tomonlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Ham bu yerdan havo kirib turadi, ham qulaylik. Anamsini mana bu yerdan bemalol baylab qo'ysa bo'ladi. Mana shu holatda akamiz o'zi bortlarini yasab qo'ygan ekan, chiroyli qilib. Mana shu holatda ipli variantda berilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu tomoni ham misol uchun kerak bo'lsa shunday yechadilar. Yuqoriga bemalol o'rab turib baylab taklab qo'ysa bo'ladi. Holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda yechadigan bo'lsa, tomi ham ochiladi. Ustavorlar ijodda mana xudo xolasa. Soatimiz ham почти 9 bo'lyapti ekan.